Zarbdor tumanida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalari keng muhokama qilindi. Jizzax viloyatining hudud jihatdan katta tumanlaridan biri Zarbdor tumanida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Tumandagi mavjud muammolar, ularni hal qilish choralari va kelgusi rejalar Zarbdor tuman hokimligi majlislar zalida bo'lib o'tgan muhokamada ko'tarildi. Mazkur yig'ilishda Jizzax viloyat hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha birinchi o'rinbosari Zafar Azimov boshchilik qildi. Tadbirda viloyat hokimi o'rinbosarlari, viloyat va tuman darajasidagi boshqarma, tashkilot hamda idora rahbarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa mutasaddilar ishtirok etdi. Yig'ilish davomida tuman va viloyat miqyosida mavjud bo'lgan muammolar chuqur tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar ilgari surildi. Ayniqsa aholining farovonligini oshirish, infratuzilmani rivojlantirish, bandlikni ta'minlash va ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilash masalalari ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tildi. Yig'ilishda belgilangan asosiy ustuvor yo'nalishlar quyidagilar bo'ldi. Tuman iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani modernizatsiya qilish, aholi turmush darajasini oshirish. Bu imkoniyatlardan samarali foydalanish zarurligini uqtirdi. U mutasaddilarga aniq topshiriqlar berib, tuman iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish, mavjud muammolarni bosqichma-bosqich hal etish va har bir soha bo'yicha natijadorlikka erishish lozimligini qayd etdi. Zarbdor tuman aholisining turmush darajasini oshirish, ijtimoiy muammolarni bartaraf etish, shuningdek barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash yo'lida izchil ishlar davom ettirishga qat'iy bel bog'laganini bildirdi.